Bek aytgan ishni 4 kunda bajarib beraman. 5-kuni seni O'zbekistonda ko'rmay. Bo'lmasa mendan yaxshilik kutma. Meni idragim deyishadi. Men aytgan ish nima bo'ldi? Surishtirdingmi qassob? Surishtirdi. Ular yosh bolalarni onlayn qimorga o'rgatishar ekan. O'zlarining tizimlashtirilgan o'yini bor ekan. Ularning o'yini dasturlashtirilgan. Bolalar boshida yutadi, keyin minusga kirish boshlaydi. O'rtada qarz beruvchi paydo bo'lib, katta miqdorda qarzga tushadi. Faqat bitta shart bilan qarz beradi. Syomka va tilxat orqali. Bolalar u pulni ham yutqizadi. Shu orqali bolalarga maktablarda har xil dorilar tarqatadi. Onlayn qimorni o'rgatuvchi yapon, pul beruvchi ayiq katta miqdorda. Buni boshida Shoh bilan Tohir turadi. Biz ularni ogohlantirdik. Baribir o'zlarini bilganini qilishibdi. Ular aqlli ish qilishgan. Bolalarni qarzga tiqadi, tekin mardikon. Bu ishni orqasidan na Tohir, na Shoh chiqadi. Yaxshi qochib ketishmasdanlar. Soliq so'mkaga puldi. Sen menga tug'dirib olaman degdingmi? Nima qilasan, bajara olmasang gapir. Chakkimasan. Alo. Shoh, Labbi. farzanding yetim. Ayoling tul qolishini xohlasang, xohlagan ishingni qilish deyuvdik. Senlar xohlagan ishingni qilib adashding. Tushunmayapman uka, ochiqroq gapir. Gapimizni nazaringga ilishmay adashding. Davud ukam, yaxshisi sen bu ishlarga aralashma. Seni bu ishlarga aqling yetmaydi. Bu senga bo'rka seqmas. Xohlagan odamingga xohlagancha buyruq beradigan. Agar xohlasam, o'sha bo'rka sexingga bittada qaytarib boraman. Og'zingdan chiqqan gapingni qulog'ing eshitib qo'rqib ketmayaptimi, Shoh? Senlarning kuching faqat ojiz bolalarga yetadi. Bizga emas. Sen bu qo'rqinchli gaplaring bilan meni emas, borib Oyatullohga o'qitasan. Sen menga tug'dirib olaman degdingmi? Nima qilasan, bajara olmasang gapir. Oyatulloh, sen bizning ukamizsan. Xavotirlanma, bexavotir joydasan. Lekin sen tufayli bizga urush boshlandi. Qadrini bilib qo'y. Sen menga emas, pulimga akasan. Shoh, menga pand berishdi, xayolingga ham keltirishma. Uka, dilni yayratadigona, tilni sayratigona, dushmanlarni qaro yerga tiqadigona pul. Agar senlar Davud bilan Bektoshni meni qo'limga olib kelishsang, senlarni pulga ko'maman. Sen bizga yaxshi to'lasang, hamma dushmaningni oyog'ing tagiga tashlaymiz. Ha, Bektosh, Davud. Bo'lmasam senlardan tez kunda yangilik kutaman. Hushyor bo'lish. Shoh, pulni sen rosa yaxshi ko'rasan. Bu ishni oxirida Ariyani kavlagan biz bo'lib qolmaylik-da. Oyatulloh baribir o'ladigan odam. Uni pulini kimdir olish kerak-ku. Go'raga olib ketmaylik. Sen ilondan ham ilonsan, Shoh. Tog'a, shuncha ishlar bo'pti. Nimaga meni chaqirmadingiz? Jiyan, sen har doim o'z vaqtida yetib kelgansan. Bunga hojat yo'q edi. Mana endi keraksan. Professor, Bektoshni qayerdaligini tez aniqla. Hop. Tog'ayning 10 yillik mehnatini yo'q qilishmoqchi bo'ldim. Lekin men puf desa uchib ketadigan odam emasman. Tog'a, Bektoshni oyoq qo'lini sindirib, oyog'i istagiga tashlayman. Hukmini o'zingiz o'qiysiz. Bek, senlar adashding. Kerak bo'lsa, Bekni ham joyiga qo'yib beraman. Tog'a, sizni qudratingizga shubham yo'q. Endi menga ruxsat. Bektoshni masalasini hal qiling.
Shamol, bu ish bekka qadaladigan bo'lsa, biz aralashmaganimiz yaxshi. Kishi, bu ish kimga qadalsa ham, men tog'amni oldidaman. Shamol, men ham har doim seni yoningdaman. Bektosh. O'z jigarimi jonini olaman deb o'ylamagan. Professor, qayerdaligini aniqladingmi? Aniqladim. Hozir Zestida ekan. Nima shu kunlar susayib ketishding? Aka harakat qilyapmiz. Menga harakat qilishmi? Molni sotish. Bor. Mayoqqa kel. Tezlashmaysanmi? Men seni orqangdan qachongacha gapirishdaman? Aka, harakat qilyapman sinfdoshlarim. Meni vahshim qiziqtirmaydi. Bu dorini olasan, tugatasan. Hop. O'tirishdan oldin so'raydi. O'tirishga o'tirding, salom bermaysanmi? Salomni sen berib bo'lding. Men Ali yo'ganiga yo'q.